Jikar dominant 909 pultli uстановка qilingan. Oyna ko'taradigan davotchiklari bilan yopgan oynalarni ko'tarib beradi. Pultda avtozapusklari ham ishlaydi. Mana shu o'rtasi bosib tursa zavod qiladi, yopadi, ochadi. Buni bosib tursa bagaj ochishlari ishlaydi. Yonida knopkasi bo'lmaydi. Telefonga o'xshab zaryadka qilinadi pultimizda и цветной ekranda bo'ladi. Mana shu pultlarni oyna ko'taradigan davotchilar bilan komplekt uстановкасы bilan $240 qilib berganmiz. Bundan keyin rul qilib berganmiz, multi rul, knopkalar, podsvetkalari birizoviy salonga mos qilingan, kruz kontrollari aktiv bo'lgan, multimedialar ham ishlaydi. Garantiya bilan o'rnatib berganmiz. Hamda knopkalarimiz kleylab tashlanmaydi, bemalol yechib taqsa bo'ladi. Обычный klipsalariga o'tiradi. Xuddi Malibu'dek qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa o'rnatilgan. Knopka полный uстановкалari bilan $60 chiqadi. Bundan keyin Malibu 2 barlarni ham yaxshisidan o'rnatib berganmiz. Podsvetkalari полный birizoviy rangda, parandalar bigushi, original ovoz ruchnoy tormoz, беспроводной zaryadka bo'ladi. Zazorlari birga bir mushni kelgan bo'ladi. 3 ta knopkali. Sizlar abagrev keyinchalik qo'ydirsalar bo'ladi. Bo'lmasa mana shu birinchi vinter knopkasiga bagaj ochish qilib berganmiz. Barimiz uстановка ruchnoy tormozlari bilan $220 chiqadi, komplekt o'rnatib berilgan. Xolos sidenlarda Cardinal brendi ostiga original chexolda turibdi. Narxlariga Cardinal dealerga to'xtalsanglar chiroyli qilib berishadi. Xolosi TS-CC3 monitor o'rnatib berganmiz. 9 dyumli. Hop, zadniy kamera shart emasdi, chunki video registrator o'rnatib berganmiz. Hop, TSimiz 9 dyumli CC3 to'g'riga 64 parametrli uстановкасы bilan birga $240 qilib berganmiz. Xohlasanglar 10 dyum ham qilib beramiz. Canvas bloklari bo'ladi. Hammasi Canvas adapterlari, eshik ochilganlarini ham o'qib beradigan, mashinani kompyuterga ulanadigan bloklari bilan o'rnatilgan. Hamda garantiya bilan qilib berganmiz. $240 monitor. $240 bar. Hop, rulimizdan aytdik $60. Vatan Star Stop original, shu garantiyali eng zo'ri Star Stop mana shu bo'ladi. Uстановкасы bilan $60 qilib berganmiz. Magikarni aytib o'tdik. Uстановкалari bilan 200. Hop, $40, bu ham 240 ekan. 240, balam 240, monitor ham 240, rul 60, Star Stop ham $60. Bundan keyin Base brendi ostiga video registratorlarni o'rnatib berganmiz. Buni o'zlari olib kelib berdilar, o'rnatib berishini. Hop, $10 ga qilib berganmiz. Zadniy kameralar bilan akkuratni o'rnatilgan. Undan keyin sleepoy zona o'rnatilgan. Qaranglar, mana indikatorlari yonyapti bokovoyda. Mana odam o'tayapti, mashina o'tganda ham cho'tki yonib beradi. Поворотник yoqqanda ovoz bilan ham bizga zvukoviy signal ham beradi. Sleepoy zonalar nimaga kerak bo'ladi? Mana bu yoq bokovoyda ham indikator